kavrak sohasiga qiziqqan va kavrak dehqonchiligi bilan shug'ullanayotgan hurmatli aka, uka, opa, singillar. Mana bugun tog'dan, Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanidan, o'zimiz joylardan toqqa tabiiy kavraklarni olish kerak. Bu tabiiy kavrak, lekin tabiiy kavrak bo'lgani bilan buni ichida hammasi tabiiy kavrak emas. Bu kavraklar ham ekilgan. Ekilib turib, bu yerlar ham o'rmon xo'jaligi yerlari bo'lib turib, xususiylashib turib, fermer xo'jaliklariga ajratilib, qishloq xo'jaligi, fermer xo'jaligi ajratilib kavrak ekilgan. Nima deydi? Qo'ldan ekilgan kavraklar. Mana bu yoqda ikki xil kavraklarimiz mavjud. Ikki xil kavrak. Ko'pgina berilayotgan savollardan bittasi, juda ko'p kishi ayniqsa bahorga ko'payib qoladi bu savollarimiz. Mana bu kavrak yaxshi kavrakmi? Mana bu kavrak yaxshi kavrakmi? Mana bu kavrak yaxshi kavrakmi? degan kavrak. Bu yoqda ikki xil kavrak bor. Mana bu yoqqa olib keling. Operator mana. Mana bu kavrak, mana bu kavrak. Mana bargidan ma'lum bo'ladi. Men bir narsani ko'rsatmoqchiman. Mana bargidan ma'lum bo'ladi. Bargi bunday ketgan kavrak. Bu bo'lmaydi ekan kavrak. Bu iste'molga yaroqsiz kavrak. Bu kavrakning nomini chayir deydi. Chayir deydi. Ana endi bu yoqqa olib keling. Mana bu kavrak o'z rangidan ma'lum bo'ladi. Uni rangidan endi bizlar mutaxassis sifatida shunday ko'rgandan ajratib olamiz. Ajratish qiyin, lekin mana bu kavrak yaxshi kavrak. Bu ichida yomon chayir kavraklar ham bor. Kamdan kam holatda bitta ikkita uchrab turadi hozir. Bizlar ko'rsatish uchun sherga shu narsani ko'rsatish uchun sherdan topdik. Mana buni ko'rsating oldingizdagi operator. Ana shuni ko'rsating. Mana shu kavrak yaxshi kavrak emas mana shu. Chayir kavrak. Bu kavraklar asosan chayir kavraklar asosan uchrayotgan joylar Samarqand viloyatida uchraydi. Jizzaxdan keyin juda ko'p kishi Jizzaxdan aloqaga Jizzaxda Zomin tog'larida uchrayotgan kavraklar yaxshi kavraklar emas. Namangan viloyatlarida uchrayotgan kavraklar, Qirg'iziston bilan chegara davlatlarimizga uchrayotgan, chegara joy viloyatlarimizga uchrayotgan kavraklar yaxshi kavraklar kirmaydi. Bu kavraklar tog'da, aslida tog'da yovvoyi kavrak, lekin buni madaniylashtiryapmiz, ekilgan. Bu yoqdagi kavraklarning ham hammasi tog'da bo'lgan bilan hammasi oq kavraklar hammasi ekilgan. Bular hammasi hosil olinib turib kavrak tugab kamayib turib buni tadbirkorlarimiz buni kengaytirib turib ekkan. Mana bu kavraklarimiz, mana bular urug'lagan kavraklar. Mana bu kavrak xudo xolasa urug'lagan mana. Buni urug'laganini qarang, ajoyib. Xudo xolasa hali bular yana ko'p tushayotgan savollar, kavrak qachon pishadi? Kavrak qachon pishadi? Kavrak pishadi. Xudo xolasa bu urug'lari shoshilmasdan pishirib iyul oyiga, iyun nesi emas, lesiga yaxshi pishirib turib ekilsa, bu kavraklar 90% ko'karib chiqadi. Ko'p kishi aytadi, ko'p kishi bizlar urug' oldik, urug'imiz chiqmadi, urug' unday ekan, bunday ekan, ayblash birovda. Yo'q, birovda ayblash emas bu yoqda. U hamma inson-ku, bu pishmagan urug'ni terib turib, pishmagan urug'ni olib borib turib eksa, pishmagan urug' ko'karmaydi. Hamma urug'da ham pishmagan urug' ko'karmaydi. Bu narsani narxi qimmat bo'lib ketgani uchun shunchalik insonlar borki, nafsi uchun xomligiga olib borib turib, qimmat narsa deb turib xomligiga olib borib turib ekib turib, bu narsa keyin borib yosh tadbirkorlar qo'liga borgandan keyin haqiqatan ham ko'karmaydi. Bizlarda hamma narsa garantiya, hammasi qonuniy. Mana bu yoqda hozir urug'lagan kavraklarni ko'rsatamiz. Bizlarda hammasi qonuniy. O'zimiz plantatsiyalarimizdan urug'lar pishirilgan holda yetishtirilib, pishirilgan holda klientlarimizga beramiz. Bizlardan Xudoga beadad shukrki, hali mana shuncha kavrak urug' ko'chat ekib berayotganimizga 8 yil bo'layotgan bo'lsa, bu yil Xudo xolasa 9-sezonni boshlayotgan bo'lsak, hali bizlarga biron marta hatto 1 kilo urug' bergan joyimizdan ham urug'ing chiqmadi, urug'ing yaxshi urug' emas ekan degan narsa bo'lmagan. Keyin ko'pchilik adashayotgan narsa arzon narsaga uchrab turib, arzon
ekan, seniki qimmat ekan deb turib, arzonga uchrab turib, mana shunaqa narsalar ko'p duchor kelishadi. Bizlarda to'g'ri sotayotganiga nisbatan, bozorga nisbatan $5, $10 qimmat sotishingiz mumkin, lekin har bir narsaga garantiya beriladi. Masalan, bizlardan urug' olib borib turib eksangiz, urug'imiz ko'karmasa, masalan, bizlardan urug' olib borib turib eksangiz, urug'imiz ko'karmasa, masalan, 100 kilo urug' olib borib turib ekdingiz. Endi beayb parvardiga xatolik bo'ladi. 100 kilo urug' olib borib turib ekdingiz. Bizlardan urug'imiz ko'karmasa, kam bo'layotgan bo'lsa, bizlar aytgan garantiyamizdan kam bo'layotgan bo'lsa, bizlar yutqazgan, 1 yil yutqazganingizni qoplab berish uchun ham 1 yil yutqazganingizni ham qoplab beramiz. Bizlarda o'sha uchun narximiz $5, $10 qimmat bo'lishi mumkin, lekin hamma narsa sifat, garantiya. Urug'da aralash degan narsa bo'lmaydi. Masalan, hozir kavrak ko'rsatdim, aytdim mana shunda qo'shilgan Qo'qiston kavragining ichida boyagi chayir kavraklar aralash, unaqa degan narsa bo'lmaydi. Ko'pgina uchrayotgan narsa. Menga ko'p kishi Telegramdan, WhatsAppdan yozishadi, telefon qilishadi. Kavrakni ekkan, urug'idan ekkan, ko'karib chiqqandan keyin mana bu kavrakni ko'rib bering, qanday kavrak. Bu desa men, yo'q, bu kavrak yaxshi kavrak emas desam, men buni $50 oluvdim, $60 oluvdim. Siz qimmat aytuvdingiz. Arzon deb turib oluvdim, bunaqa ekan degan narsalar uchraydi. Bu narsa uchraydi. Endi 5 barmoq baravar emas deganda, o'sha uchun endi mendan olinglar demayman. Mutaxassisdan maslahat qilib. Menda urug' qimmat bo'layotgan bo'lsa, boshqa joydan urug' topsangiz, menga yo boshqa mutaxassislarga shu urug'ni ko'rib bering. Qanday, nima deysiz? Nima maslahat berasiz? Qurti yeganmi? Qurti yemagan, pishgan, pishmagan, haqiqatan ham Qo'qistonmi, Qo'qiston emasmi? Sorti juda ko'p, turi ko'p, ko'karmaslik ko'p. Avvalambor rahmat hammaga. Videomiz juda uzoq bo'lib ketmasligi uchun, ko'p uzoq bo'lsa ham ko'rishlar kam bo'lib qoladi-da. Xudo xolasa, mana bu kavraklar bu yillikda ishlanmaydi bular. Men sizlarga ko'p ishlanayotgan kavraklarni to'liq tushuntiraman deyman. Hech imkoniyat bo'lmay qoladi. Har sabab, ma'lum sabablarga ko'ra bo'lmay qoladi. Xudo xolasa, imkon darajasida shu bu yil kavraklar qozilish hammasini tushuntirib, narx-navosi bilan tushuntirib boramiz. Xudo xolasa, yoqqan bo'lsa videomiz, kimgadir foydali bo'lgan bo'lsa, kimdir nimadirdir o'rgangan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling, like, kommentariy esdan chiqmasin. Kommentariyaga nima savollar bo'lsa, javob beramiz. Telefonlarimiz ishlamay qolayotgan bo'lsa, Telegram, WhatsApp bemalol yozsangiz, обязательно men boshqa mutaxassislarimiz javob berib o'tadi. Chunki Telegram bir kishidan emas, ko'p ochib qo'yganmiz mutaxassislar javob berib o'tishadi. Kommentariya, like aymaymiz. Rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling.